Hello YouTube ahli bolalar. Bugungi videomizda Zarchiver'dagi muammolarni tuzatishga harakat qilamiz. Uning uchun Android, Data va Poja Launcher chiqarib olishimiz kerak. Chiqarib olishimiz va bosishimiz kerak. O'zi chiqib oladi. Faylsga bosamiz va shu yerda stop. Agar sizlarda stop. Poja Launcherga mana bossanglar, mana faylsga bossanglar, mana shunaqa bo'lib qolsa-chi. Sizlarda Minecraft bo'limi chiqmayapti. Bunda biz nima qilamiz? Bu tugmaga bosasizlar va bu yoqdan mana bu yashirinni ustiga bitta bosib qo'yasizlar. Agar sizlarda Minecraft bo'limi chiqsa, sizlar bosishinglar shart emas. Chiqmaydiganlar uchun mana shu yashirinni ustiga bitta bosib qo'yasizlar va keyin sizlarda Minecraft bo'limi chiqadi. Minecraftning ustiga bosasizlar va bu yoqdan sizlarda mana bu mods nimasi papkasi chiqmasligi mumkin. To'g'ri, oldingi videomda men ko'rsatgan edim modlar qo'shishni. Hozir bo'lsa nima bo'ldi? Hop do'stlar, hozir bo'lsa menda ham mods papkasi chiqyapti. Men buni qanday qildim? Sizlarda ham chiqmasligi mumkin. Shu yoqda sizlar nima qilasizlar? Buning uchun mana bu plusga bosasizlar va bu yoqda mana bu birinchisi turganiga bosasizlar. Va bu yoqda new folder o'chirib tashab, bunda mods qilib OK bosib yuborsanglar, mana mod qo'shiladi. Ikkita mod. Buni o'chirib tashlayman. Mana. Xullas o'rganib oldinglar. Endi bo'lsa sizlarga o'rgatib o'tdim. Endi bu yoqdan modsga nima bo'ldi? Modsga bosib modinglarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Mod agar u mod bo'lsa-da, короче. Poja Launcher hali ham ishlamayapti do'stlar. Shuning uchun ozgina sabr qilib turamiz. Poja Launcher o'chirib tashladim, yangilab olaman. Unga anchagina internet kerak bo'ladi. Menda bo'lsa hozircha yo'q. Shuning uchun ozgina sabr qilib turamiz do'stlar. Xo'p, shugacha ko'rganinglar uchun sizlarga kattagon rahmat. Sizlar bilan men Tigerjon va hammanglarga xayr do'stlar.